Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana G'olibjon akamizni bugun 5-kunlari 10 kunlik seansimizda mana 5-kunni oldilar. G'olibjon aka, o'zgarishlar qanaqa bo'lyapti sizda? O'zgarishlar yaxshi, faqat oldinga ketyapti. Baraka topinglar. Bundan oldin 2-3 ta boshqa klinikalarga borganman. Ular bo'yinlarimni tortib, shiqillatib, naborot og'riqlarimni qo'zg'atib yuborishdi. Shu yoqqa kelib, mana yaxshi shifo topib, rahmat, baraka topsin, ishligiga rivoj bersin, bundan ham yaxshi anaqalarga erishsin. Xo'p, biz kelganlarda MRT xulosalarini ko'rganimizda 8, 5, 5 va 2 mmlik rejalar bor ekan. L5 bilan L4da esa 8 va 12 mmlik gemangiomalar bor ekan va suyaklarda anchagina o'zgarish bor, kichkinarib qolgan. Bu holatlarda qirsillatish ham mumkin emas. Ayniqsa mana mushaklarda kuchli shamollash va yallig'lanishlari ham bor ekan va biz bo'lib ketgan, ko'p joylari biz qoplab ketgan ekan. Bu holatda agar qirsillatilsa, bo'g'imlar ochilsa, unda esa og'riq kuchayib ketishi, naboroti sog'liqlari orqaga qarab ketib qolishi mumkin. Birinchi o'rinda biz bu yerda kerakli ozuqalarni berdik va bu og'riqlarni qoldiruvchi massajlar, manual terapiyalarni qildik va mana igla refleksiya terapiya, olovli bankalar qildik. Issiq narsalar qo'yib, og'riqlarni 50-60% ga qoldirdik, xudo xolasa. Va 10-kuni xudo xolasa rezultatda yana ham ochiq oydan aytib beriladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.